Bugun sizlarga The Hobbit kitobining batafsil qisqacha mazmunini aytib beraman. Hikoya Bilbo Baggins ismli hobbit haqida. Hobbitlar tinch va oddiy hayotni yaxshi ko'radigan kichkina xalq edi. Bilbo ham uyida yashab, ovqat yeyish, mehmon kutish va tinchgina yashashni yaxshi ko'rardi. U hech qachon sarguzashtni xohlamagan. Lekin bir kuni uning uyiga mashhur sehrgar Gandalf keladi. Oradan ko'p o'tmay Bilboning uyiga 13 ta gnom kirib keladi. Ularning boshlig'i Thorin Oakenshield edi. Gnomlar oldin yolg'iz tog'da yashashgan. U yerda juda katta xazina va boylik bor edi. Ammo bir kuni ulkan ajdar Smaug tog'ga hujum qiladi. Smaug gnomlarning uyini egallaydi, ularni quvib yuboradi va barcha oltinlarni o'ziniki qilib oladi. Shundan keyin Thorin va uning gnomlari yillar davomida sarson bo'lib yuradi. Endi ular o'z uylarini qaytarib olish uchun safarga chiqishga qaror qilishadi. Gandalf Bilboni ham ular bilan olib ketishni xohlaydi, chunki Bilbo o'g'ri vazifasini bajarishi kerak edi. Mana shu uzuk keyinchalik butun The Lord of the Rings hikoyasining markaziga aylanadi. Safar davom etadi. Qorong'u o'rmonda gigant o'rgimchaklar gnomlarni tutib oladi. Bilbo esa ularni qutqaradi. Shu paytdan boshlab gnomlar Bilboni boshqacha ko'ra boshlaydi. Chunki oldin ular uni foydasiz deb o'ylashardi. Keyin elflar gnomlarni qamoqqa tashlaydi. Bilbo esa aqlli reja o'ylab tepib, gnomlarni bochkalar ichiga yashirib qutqaradi. Safar davomida Bilbo asta-sekin o'zgaradi. U endi qo'rqoq hobbit emas edi. U jasur, aqlli va haqiqiy sarguzashtchiga aylana boshlaydi. Nihoyat ular yolg'iz tog'ga yetib kelishadi. Yashirin eshikni topishadi va Bilbo ichkariga kiradi. Bilbo esa urush chiqmasligi uchun Arkenstone deb atalgan qimmatbaho toshni yashirincha odamlarga beradi. Oxirida katta jang boshlanadi. Bu jang 5 qo'shin jangi deb ataladi. Bir tomonda gnomlar, odamlar va elflar. Ikkinchi tomonda esa goblinlar va varglar jang qiladi. Jang juda og'ir bo'ladi. Oxirida Thorin o'limidan oldin Bilbodan kechirim so'raydi. U boylik hamma narsadan muhim emasligini tushunadi. Bilbo esa uyiga qaytadi. Lekin u endi avvalgidek oddiy hobbit emas edi.